Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'tadigan darsimiz mavzusi oddiy kasrlar bilan aralash sonlarni o'zaro ko'paytirish. Oldi bilan mana bir misoldan qarab turaylik. 4-2 oddiy kasr bilan natural sonni qanday ko'paytamiz? Oddiy kasr bilan natural sonni ko'paytganda bu natural son berilgan kasrning surdiga qili ko'paytirildi. Ya'ni maxrijiga o'sib chiqib qoldi. Bu 5 surdi ko'paytirilib qancha bo'ldi? 15 bo'ldi. Bu bizning noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasrni aralash songa aylantiramiz. 3,4 yani 15 ni 4 ga bölsek 3 chiqadi. Maxrij ko'chirildi. Qoldig'i qancha? 3. Kelasi 8 dan 3 ko'paytirilgan 6. Yani bizde oddiy kasr bilan natural son berildi. Bular o'zaro qanday ko'paytamiz? Bularni ko'paytirishda biz berilgan natural son kasrning maxrijiga qaraymiz. Bular o'zaro qisqaramdi. Albatta har ish kelsa 2 qisqaradi. 2 qisqartimiz 4 ni tegdi, 2 qisqartimiz 3 ni tegdi. Teng. Bu 4 maxrij ko'chirildi. Bu 3 bu natural son. Ya'ni surdi ko'paytirildi 9 bo'ldi. Bu bizning noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasrni aralash songa aylantirishimiz kerak. 9 ni 4 ga bölsek 2 butun chiqadi. 4 ko'chirildi. Qoldig'i 1. Kelasi aytaylik. 7 dan 2 ko'paytirilgan 3. Bu yerda hech qanday qisqaradigan sonlar yo'q. 3 2 ga ko'paytirildi 6, maxriji 7 bo'ldi. Bu bizning to'g'ri kasr. Bu o'sib yetishib mushta qoldi. Kelasi misol biz oddiy kasrni o'zaro qanday ko'paytamiz? Oddiy kasr aytaylik. 3 dan 2 ko'paytirilgan 7 dan 5. Bu yerda maxriji ko'paytirildi. 21 bo'ldi. 2 dan 5 10 deb yozsak bo'ldi. Kelasi yana bir misol qarashtiraylik. Aytaylik 3 dan 2 ko'paytirilgan 11 dan 9. Teng. Bu yerda 3 bilan 9 o'zaro 3 ga qisqaradi. 3 qisqartimiz 3 dan tegdi. 3 qisqartimiz 1 dan tegdi. Andaki keyin kasrsini sizaymiz. Bu chiqqan birimiz 11 ko'paytsak 11, 2 ni 3 ko'paytsak 6. Yani shunday bir misollarni qarashtiraylik. Aytaylik 18 dan 7 ko'paytirilgan aytaylik 21 dan 2. Teng. Endi 7 bilan 21 o'zaro 7 qisqartimiz 7 ni tegdi, 3 ni tegdi, 1 ni tegdi. 2 bilan 18 qisqaraydi. 2 qisqarsak 9 dan 1 ni tegdi. Endi chiqqan son o'zaro ko'paytiramiz. 9 7 3 27, 1 7 1 1. Shuna javobi 27 dan 1. Kelasi bizning misol 25 dan 21 ko'paytirgan 28 dan 15. Bularni qanday ko'paytamiz? Old bilan qisqaradigan sonlarni izlaymiz. 21 bilan 28 o'zaro 7 qisqaradi. 7 qisqarsak 4 ni tegdi, 7 qisqarsak 3 ni tegdi. 25 ve 15 bular o'zaro 5 qisqaradi. 5 qisqarsam 3 ni tegdi, 5 qisqarsam 5 ni tegdi. Endi chiqqan sonlarni o'zaro ko'paytamiz. 5 4 20, 3 3 9. Endi aralash sonlarni o'zaro ko'paytib ko'raylik. Aralash sonni qanday ko'paytamiz? Oldi bilan bergan aralash sonlarni noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Uning uchun kasr sizayman, ko'paytirilgan deb kasr sizayman. 3 bilan 4 ni o'zaro ko'chirib qo'yman. 2 dan 3 6, 6 2 ni qo'shsam 8, 5 4 20, 20 ga 1 ni qo'shsam 21. Endi qaranglar, bu yerda o'zaro qisqaradigan sonlar borki, 8 bilan 4 ni 4 ga qisqartqili bo'ldi. 4 qisqartsam 1 ni tegdi, 4 qisqarsam 2 ni tegdi. Endi 21 bilan 3 qisqaradi. 3 qisqarsam 1 ni tegdi, 3 qisqarsam 7 ni tegdi. Teng. 1 ni 1 ko'paytsak 1, 2 ni 7 ko'paytsak 14. Yoki 14 ni 1 ga bölsek 14. Yoki bu noto'g'ri kasr deb tushuntirgan bo'ldi. Noto'g'ri kasr bo'lsa aralash songa yoki natural songa aylantiramiz. 14 ni 1 ga bölsek mana 14. Kelasi aralash sonlarni o'zaro ko'paytiraylik. Bir dilla bu noto'g'ri aylantiramiz. 3 bilan 4 mana qarang o'sib ko'chadi. 2 dan 3 6, 1 ni qo'shsam 7. 1 ni 4 ko'paytsam 4, 4 ni qo'shsam 7. Surti qisqartirilmaydi.
Aldığın hesapta mesela sürtü bilen məxrici qısqırdı. 3 qısqartdıq, 1-dən 7-ni tegdi. Hər iş kelsin 4 qısqartdıq, 1-dən 2-ni tegdi. Yəni 7 ilə 7-ni görüp bir qısqartış qılmaydı. Sürtü ilə sürtü, məxrici nima qılmaydı? Qısqartılmaydı. Faqat sürtü bilen məxrici, yoki məxrici bilen sürtü qısqıraydı. Təң. Endi qısqırayda sala yo'q. 3'e 4 12, 7 7 49. 49'u 12 bölsək, yoki bu noto'g'ri kesir bizda. 49 12 bölsək 4, 12'ni köçürmə. 49 12 bölgende 1 qaldı, birini sürtü yazmıyor. Şu anda ben noto'g'ri kesirini aralasanım qilib aylandirdim. Kelesi misal, biz aralasani addiy kesir köpeyteylik. Yani 7,5'ten 1 köpeyteyin 27'den 10. Köpeytiş ve bölüş emellerinde aralaş salani noto'g'ri kesirge aylandırış gerek. Çünkü bularni biz atak özara köpeytememiz. 5 üst biç yazımız. 7 5 35, birini qo'shsak 36. Köpeytilgan addiy kesir bo'lsa o'z biç ko'chiramiz 27. 27 10. Mana shu yerda aralash soni noto'g'ri kesirga aylantirish kerak. Bo'lmasa ko'paytirmaymiz. Endi bu yerda qisqarda salib aka 10 dan 5 qisqaradi. 5 qisqartsam 1 dan 2 ni tegdi. 36 bilan 27 dan 9 qisqartqil bo'ldi. 27 dan 9 qisqartsam 3, 36 dan 9 qisqartsam 4. Təng 1'in 9 köpeytsem 9, 4 7 2 8 cavabı 9 8. Keles şunda qilib kesir, yani addiy kesir köpeytiş gerek. Yani biz aralasanı addiy kesir köpeytmiş. Şunda qilib misal deyim o. 1 dilla 5'ni köçürme. 7 7 5 35, 1'ni qo'shsam 36. Köpeytilen ikinci kesir öz biçezme 5'ten 2. Təng 5 7 5 25. 36 köpeytsem 72. Endi bunu aralasan alanırsak 72 25'e bölsek 2 bütün çıkıyordu. 25'i küçürümüz. Kaldığı 22. Şu men cevabı 2 bütün 25'ten 22. Endi kelesi misal aralaş salani natural sana kana köpeytimiz. Yana noto'g'ri kesirlendirishimiz gerek. 4 üst biç yazmayım. 3'e 4 12, birini qo'shsak 13. Köpeytilgan 4. 4 ile 4 özara qisqaraydi. 1'den deydi. Təng. Bunu 1'den 13 deb yozgan bo'ldi yoki 1'dilla 13 deb yozgan bo'ldi. Çünkü 13 1 bo'lsa 13. Kelesi 3 bütün 4'ten 1'ni 2 köpeytib ko'raylik. 4 ni yazımız 3'e 4 12, birini qo'shsak 13, köpeytilgan 2. Her ish kelsa 2 qisqartimiz. 2'den tegdi, 1'den tegdi. Təng. 2 məxrici yazıldı. Bu 1 13 köpeytilib 13 deb sürtü yazıldı. Yani bu aralasanın noto'g'ri kesirini aralasan aylandırımız. 13'ni 2 bölsek 6 bütün 2 kaldığı 1. Şu cevabı 6 bütün 2'den 1. Kelesi Moşa aralasanı 5 köpeytip göreylik. 4 üst 3 yazma. 3'e 4 12, 1'ni qo'shsak 13. Köpeytilgan 5. Bu yerda qisqaradigan hech qanaqa son yo'q. Bu 5 qay köpeytildi? Sürtü köpeytildi. 4 üst 5 yazıldı. 13'ni 5 köpeytsek 65. Bunu aralasan aylandırma. 65'ni 4'e bölsem menin çıkıdı 16 bütün 4 yazma kaldığı 1. Şu cevabı 16 bütün 4'ten 1. Kelesi bizim bundaq derecelerini hesaplaş gerek. 1 bütün 2'nin 1'nin kvadrat tepiş gerek. 1 bütün 2'nin 1'nin kvadratı qandapmiz. Onun için bu kvadrat degan sözünü düşünüşümüz gerek. Bu şu sani öz-özge 2 qatim köpeyiş gerek. Yani bu 1 bütün 2'den 1 köpeytilgan 1 bütün 2'den 1 degan ma'noni bildirdi. Aralasan öz arqani köpeyiş gerek. Bularni bir dilla noto'g'ri kesirlendirimiz. 2'ni yazımız köpeytilgan 2 deb yazımız. 1'ni 2 köpeytsek 2, 1'ni qo'shsak 3. Tamam. 2 2 4, 3 3 9. Cevap 4'ten 9 çıktı. Bunu aralasan aylandırma. 9'u 4'e bölsem 2 bütün çıkıdı. 4'ünü öz biç küçülme məxricini kaldığı 1. Cevabı 2 bütün 4'ten 1. Endi şu sanın kubunu tapış gerek. Kub ise 3 qatim köpeyişik öz-özüge. Yani 1 bütün 2'den 1 köpeytilgan 1 bütün 2'den 1 köpeytilgan 1 bütün 2'den 1. Təng. Yani bu yerda aralasalarına doğru kesirlendiriş gerek. 2'ni yazımız köpeytilgan 2 köpeytilgan 2. 1'ni 2 köpeytsek 2, 2 1'ni qo'shsak 3. Demek barlığının sürtü 3 oldu. Köpeytimiz özara 2 2 4, 4 2 köpeytsek 8. 3 3 9, 9 3 köpeytsek 27. Təng. Buna doğru kesin aralasan aylandırsak 27 8 bölsek 3 bütün çıkıdı. Məxrici 8, 3'e 8 24 kaldığı 3. Şuna cevap 3 bütün 8'den 3. Kelesi bizde bundaq misal.
bir бүтін ішкіден бір көпейтілген бір бүтін үштен бір көпейтілген бір бүтін төрттен бір көпейтілген бір бүтін бештен бір көпейтілген бір бүтін алтыдан бір көпейтілген бір бүтін жетіден бір көпейтілген бір бүтін сәккізден бір елған ішкіден бір. Мұшы санның мұшы ипадан мәнісі деп ішкерек. Алды білән біз көпейтішін есаплаймыз. Бірділла барлық санын өзара көпейтіп алғыл болды. Yani bu aralас саллан немқышек натоғыра кесірі әліндіріш керек. Демек бұлан мәхірәжінің өз печ көчірмәні 2, келесі мәхірәжі 3, келесі мәхірәжі бізді 4, көпейтілген келесі мәхірәжі 5, келесінікі 6, келесінікі 7, yani келесінікі, кейінгісінікі 8. Біріне 2 көпейтсек 2, біріне қорсақ 3. Біріне 3 көпейтсек 3, біріне қорсақ 4. Бірін 4 көпейтсек 4, бірін қорсақ 5. Шундақыл натоғыра кесір болған барлығы әліндірсақ. Натоғыра кесір әліндірветтім бұланы. Еліған 2-де бір өз печасымы. Әні қараңла. 8 бі 8 өзара қысқырайды. Оқшаш салла, тәң салла, өзара қысқарса 1-1-ден тегді. Мана 7 біле 7 қысқарды, 6 біле 6 қысқарды, 5 біле 5 қысқарды, 4 біле 4 қысқарды, 3 біле 3 қысқарды. Шоғаты бізді қиқаған сан 2. Мәхіржеді қалды. Сүртіді қысқармай қалған сан 9. Шоқ нем болды? 2-ден 9. Қалған сала нем болды? Қалған сала қысқарын әмізгі қаншын дегеді? 1-1-ден дегеді. Бұлан 2-ні 1-1 көбейдесен бәрі қаншы қылды? 2 шықыды. Сүртіді 1-1-1-1-1 бұл бірлән өзары көбейді. 9 көбейдесен 9 шықыды. Елінған 2-ден 1. Мәхірж оқшыс кәсірін алғанда мәхірж өз печ езілді де сүртідің алымыз. 9-ны 1-дан алсақ 8. Әнде 8-ні 2-ге бөлсек, жауабы қанша болды? 4 болды. Шумен жауабы 4. Yani натоғыр кәсірін натурал санға айландырып еттік. Келесі бізді мұна мысал. Мұнда қанақты бір A, B, C, D деген бір тиктер беріліпті. Бұл тиктер бұлықның бізге немесі бәлгілік? Кәңлігі бәлгілік. Кәңлігі 25-9. Uzunluğu 5 yaş uzun. Yani uzunluğu kağınlıgiden 5 yaş uzun deydi. Meydan tap deydi. Meydan tep üçün biz ne qilishimiz kerak? Tiktur bloğunun uzunluğu bilan kağınlığını köpeytishimiz kerak. Duruzku? Uzunluğu bu. Bu bizning nimasi? Kağınlığı. Uzunluğu bilan kağınlığını köpeytishimiz kerak. Uzunluğu biz belgililik mi? Belgisiz. Bu 5 yaş uzun degan söz, bu 5 santimetr, kilometr, metr degan söz emas. Bu şart qo'yadi bu. Hesab bu şart orqali beriladi. Kağınlığı belgilik, ama uzunluğu bizi belgisiz. Meydan tepişini aldı ve uzunluğu tep alma. Uzunluğun qana tapma degende biz qana şart qo'ydik. Uzunluğu kağınlığından 5 yaş uzun. 5 yaş uzun desa nima qilamiz? Ko'paytamiz. Demak, 25'ten 9'ni köpeytimiz qanchaga? 5'ga. Shu chaqda 25'e 5 o'zaro 5 qisqaradi. 5'ni tegdi, 1'ni tegdi. Javob 5'ten 9. Bu bizim deb oluq, uzunluğu deb oluq. Uzunluğu. Endi meydan tapsaq bo'ldi. S'ten meydanı eser belirledi. Uzunluğu bilen 5'in 9 bilen. Biz kağınlığını köpeytimiz 25'ten 9. Köpeyteylik. 5 7 5 5 25 köpeytsek 125, 9 köpeytsek 81. Demek cevabı 125'ten 81. Kelesi biz tanım işini dedi. X bölüngen 10'dan 3 teng 2 deydi. Endi biz tanım iş için bölüş emel biz bilişimiz gerek. En köp san 5'dir diye. Köp san. Qalğanlar ne boldu? Az san boldu. X'in qana sanki bu köp sanki. Demek köp san tip için bu az salan özara köpeytimiz. X'ten 2 köpeytli qancha boldu? 10'dan 3 boldu. Bunu yana bir qadam tushuntirib bereyim. Bu 2 turlik misal baya. Aytaylik. 6 bölüngen 2 teng 3. Shunday qo'y. X birinchi o'rin turishi mumkin, ikkinchi o'rin turishi mumkin. Bize en köp san qiyin turdi. 5'i turdirishmi? Qolgan sonlar az sonlar. Bu yerda biz 6 tepish uchun 2 bilan 3 ni ko'paytamiz. Demak, x birinchi o'rin tursa, qolgan 2 sonni o'zaro ko'paytamiz. Agar 2 tepish uchun shu 2 topdisi bu ifodani. Bu ifodani 2 topdisi biz 6 ni 3 ga nima qilamiz? Bo'lamiz. Mana qarang, 2 turlik misol ya. Bir misaldan 2 turlik misol chiqib o'tadi. Ya'ni x ning o'rinlashishimiz, qayda o'rinlashganligini biz bilishimiz kerak, ham uning ma'nosini tushunishimiz kerak. Misolimiz qaytib kelaylik. 2 ko'paytirilgan 10'dan 3. 2 bilan 10 o'zaro qisqaraydi. 5 2 qisqarsak 5 ni tegdi, 2 qisqarsak 1 ni tegdi. Teng javobi 5 dan 3. Shundan bu tengimizning to'mbiri 5 dan 3 bo'ldi.
Kelesi mesele tushuntiradiganim eksi sonlar. Eksi sonlar deb ko'paytinisi birga teng ikki sonni o'zaro eksi son deb aytadi. Qaytlayman. Ko'paytganda ko'paytinisi 1 bo'lgan ikki sonni o'zaro eksi son deb aytadi. Aytaylik. 7dan 1 bilan 7ni ko'paytsak o'zaro qisqaraydi-da. Qancha bo'ldi? 1. 1 bo'ldi. Javob 1 bo'ldi. Demak, 7dan 1 bilan ve 7 sonlari bu qanday sonlar? Öz ara eksi sonlar. Yani 7 bilan 7dan 1 eksi son, 7dan 1 bilan 7 eksi son. Aytaylik. 7 ko'paytirilgan x teng 1. Savol. 7ni qancha ko'paytsak 1 bo'ldi. Albatta qancha ko'paytsak 7dan 1 ko'paytsak 1 bo'ldi. Shundan eksi sonlar natural songa eksi son bu shu sonning eksi soni kesir son bo'ldi. Oddiy kesir son. Endi qaraylik, yana boshqa eksi sonni topaylik. Aytaylik 3dan 2 ga eksi son. 3dan 2 ga eksi son. Bundaq bizga to'g'ri kesir bo'lsa, dumur aytamiz. Qancha bo'ldi? 2dan 3. Qarang, 2 maxrijiga 3 surti yozamiz. Chunki 3dan 2ni ko'paytamiz 2dan 3 ga, 2 bilan 2 qisqaraydi, o'xshasa 3 bilan 3 qisqaraydi, javob qancha bo'ldi? 1 bo'ldi. Demak, 3dan 2 ga eksi son 2dan 3. Yoki buni biz aralasan aylantirib o'tsak 1 butun bo'ldi. 3dan 2 bo'lsak 1 bo'ldi. 2ni yozamiz, qoldi 1. Ya'ni 3ni 2 ga bo'lsak 1, 2ni ko'chiramiz, bu bizda 1 qoldi. Demak, 3dan 2 ga eksi son 2dan 3 desam durust bo'ldi. 3dan 2 ga eksi son 1.2dan 1 desam durust bo'ldi. Kelasi endi sizlarga bunday hisob 6.3dan 1 ga eksi sonni tab desa qanday qilamiz? Biz oldi bilan buni noto'g'ri aylantiramiz. 6.3dan 1 deganimiz bu teng 3ni o'sib ko'chiramiz. 6 7 3 18, 1ni qo'shsak 19. Demak 3dan 19. 3dan 19 eksi son qancha bo'ldi? Dumur aytinglar buni. 19 maxrijiga 3 surti yozildi. 3dan 19 eksi son 19dan 3. Demak 6.3dan 1 ga eksi son 19dan 3. Endi bularni o'zaro ko'paytsam nima bo'ldi? 1 bo'ldi. Bularni biz tenglik ishlarida bunda qo'llansak bo'ldi. Aytaylik 3dan 2 ko'paytirilgan x teng 1. Biz qoida bo'yicha bilamiz. Qanday sonlarni ko'paytirsa 1 ga teng, eksi sonlarni ko'paytirsa 1 teng. Imminni 1 bo'lganda, demak, bu qiyshiq belgisi son eksi son bo'ldi. 3dan 2 eksi son 1 dan qancha yazsak bo'ldi? 2dan 3 deb yazsak bo'ldi. Endi kelasi 6.3dan 1 ko'paytirilgan x teng 1 desa, qaranglar 1 chiqibdi. Demak, bular o'zaro qanday sonlar? Eksi sonlar. 6dan 3dan 1ni noto'g'ri aylantiramiz. O'yimizda 3 o'sib chiqaldi. 6 7 3 18, 1ni qo'shsak 19. Demak, o'yimizda qancha bo'ldi? 3dan 19. 3dan 19 eksi son qancha bo'ldi? 19dan 3 deb bir dil tamamını yeyishib o'tsak bo'ldi. Shuni hurmatli do'stlar, bugun biz bilan darsimiz oyoqlashdi. Barlarga diqqatinglar ko'p rahmat. Agar boshqa texnik qiziq hisobli bo'lsa, yana kelasi darslarda mushu ko'payishni ikkinchi qism deb chiqarishim mumkin. Sizlar qanday hisoblar qiziq tursa, kommentariyga yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.